Xirurgik iplarni tanlash. Iplar ustidagi yozuvni 4 ta blokka bo'lish mumkin. Birinchi kompaniya haqidagi, ikkinchi igna, uchinchi ip haqidagi ma'lumot, to'rtinchisi esa qo'shimcha ma'lumotlar blokidan iborat. Ipimiz Calvaria kompaniyasiniki ekan. Igna haqidagi blokda ignani uchi, uzunligi va burilganlik darajasini bilish mumkin. Igna ustidagi aylana uchini shaklini bildiradi. Aylanacha ichida nuqtacha ignamizni uchini yumshoq to'qimalarni tikish uchun mo'ljallanganligini bildiradi va u silliq uchli hisoblanadi. Bunday igna teshuvchi igna deyiladi. Uchburchak belgisi igna uchini uchburchakligini bildiradi va bu qattiq to'qimalarni teshish uchun mo'ljallangan. Bu kesuvchi igna hisoblanadi. Ham kesuvchi, ham teshuvchi ignalarda aylana ichida uchburchak belgisi bo'ladi. Igna uzunligi millimetrda beriladi. 8 dan 3 ignani qayrilganlik darajasini bildiradi. 8 ta teng bo'lakli pizzaga o'xshab, ignani qanchalik darajada qayrilganligini 8 ta bo'lakdan bilish mumkin. Ipni qalinligi 2 xil o'lchov birligida o'lchanadi. Amerika uchun USP 0 dan 6 gacha bo'lgan o'lchov birligi, Yevropa va Osiyo uchun metrik o'lchov birligidan foydalaniladi. Ikkala o'lchov birligi ham beriladi. Metrik o'lchov birligida aniq o'lchovini bilish mumkin. 1,5 da 10 ga bo'lsak 0,15 mm hisoblanadi. Bu ipni qalinligi. Bu yerda uzunligi 70 cm va da polivinil diftorit tarkibi. Iplarni ishlatilish 6 drop 0 oftalmologiya va mikroxirurgiya, 6 dan 4 gachasi jigar va qon tomir xirurgiyasi. 3 drop 0 iplari oshqozon ichak traktida, 2 drop 0 teri va aponevrozda, 0 dan 1 gacha bo'lgan iplar liniya albani aponevrozlarni tikish uchun ishlatiladi.